Qarang, kalisi chiqib qolganini qarang-da. Ana shu yerdan shuna ildizlab ketadi-da. Bu videoni ko'rganingizdan keyin hech qachon ko'chat sota olmaysiz. Mana isboti. Chunki biza ko'chat qilishni sirlarini hammasini shu videoga ochib tashlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli O'zimdan million kanali muxlislari. 2026-yil 28-fevral kuni biza mana shu joyimizga qalamchalarimizni karnavillab qo'ygandik. Buni kommentariyalarga ko'p nimalar bo'ldi, ko'karmasa kerak, bir narsa bo'lsa kerak degan gaplar bilan Xudo xolasa hammamiz birgalashib abrakadabra deb ochamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Alsan ochamiz. Alsan ochamiz. Alsan. Abrakadabra. Qani hozir mana shu qani bismillahirrohmanirrohim. Kerak bo'lsa. O ana. Qarang. Biza ana pardon bu. Bu videoni olgan paytimiz 28-fevral kuni bela hamma joy qish edi-da. Qish. Nima edi? Mana o'tlar ham katta bo'lib ketgan. Kartoshka ham chiqdi, kartoshka ekilmagan. Ha, kartoshka ham gullab ketgan. Kartoshka gullagan. Bir hayajonli voqealar bo'libdi, hayajonli vaziyat bo'ldi. Qani Xudo xolasa, bo'lsa ko'rib tomosha qilamiz hozir. Qana beradi mana. Mana shu videoni ko'rgandan keyin ko'chat sota olmaysiz. Mana isboti. Biz va'da qilganimizda mana Mardon bobo bilan qilgan ishimizni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Qani natijasini ko'ramiz. Qo'ygan qalamchilarimizni. Bismillah. O, yaşanacağız borcam. Ko'rish. Kesib olgan. Bay. Mana. Nima deyapti bu? Avata o'zim yeganday bildim. Ana. Mardon bobo. O, qani. O'zi sumalak qarang, surati xuddi bo'lgan-a. Sumalak ko'rganmiz. Mishchalarni qarang. O'l ana bu. Resha bu. Ana reshani qarang. 20 santimetr bu. Ildiz. Bu. Ildiz. 20 santimetr. 20 santimetr. Mana qaysilardir qarang-da. Juda ham shishib ketganda mana. Qarang, kalisi chiqib qolganini qarang-da. Mana qarang-da, shishib ketganini ko'ryapsizmi? Ana shu yerdan shuna ildizlab ketadi-da. Buni tushunayko'rlar yaxshi biladi, mana kalisi chiqarib pishgan. Mana qarang. Necha bog'lamidi? Eski yo'q. Bu sanamay tashladik-ku. Ha, sanamay tashladik-da. Hozir quyosh bugun 20 gradusda issiqroq. Ha, 28 bo'lib. 28 bo'lib, rahmat sizga. Shu ta'sir qilmaydimi degan ma'noga aytaman yana. Bugun soat necha? Hozir soat necha? Hozir 5 o'tdi taxminan. Ana qarang. 15 dan ham 6. Ha, 6. 6. Bu 17 yo 45. 17 45 bizga. Shu narsani hisobga olish kerak. Abetdan keyinlarga mana joylarimiz tayyormi? Tayyor. Hozir aytamiz buni. Abetdan keyinga mo'ljallardik. Sirasi joyga quramiz. Yaxshi. Quyoshdan himoya qilamiz-da. Quyoshdan himoya qilamiz. To quyosh ertaga chiqib kelguncha bu joylashib oladi. Rahmat, shuni so'ramoqchi edim-da. Ha, zo'r, yaxshi savol berdingiz. Qaysi savolingizda? Yo, savol zo'r. Qani bilaman. Ajoyib. Mardon bobo. Ana qalamchalarimiz, shundaymi? Shunday. Xo'sh, qani to'g'rilagani yoqdimi sizga? Mana o'zicha yoqdi. Endi axir baxayr bo'lsin dedim. Hozirgacha bo'lgani yoqdi. Hozirgacha bo'lgani yoqdi. Mayli, Xudo xolasa. Axir baxayr bo'lsin. Albatta. Xudo xolasa. Xudo sizga ham bersin, menga ham bersin. Hozir ana arra qilgan joylarimizdan, mana arra qilgan joylardan nishlar urib chiqqan o'sha tomirlar. Mana arra qilingan joylardan hammasi urib chiqqan mana. Arra qilingan shu joylardan urib chiqqan. Sizni olib kelib zarar qilmayman. Yaxshi. Chunki quvonyapman. Axir baxayr bo'lsin. Chunki ishlaganini ko'rib juda zo'r. Xudo xolasa bu yo'g'ini ham ko'kartirib olsak, Xudo xolasa keyingi videolarga mana bu ko'chatlarimizni ko'kargan, necha foizi qanday bo'lganigacha hammasini keyingi videolarga qo'yib boramiz yana. Ketdik bo'lmasa yana qurilish jarayonini ko'rsatamiz. Ketaylik. Mana olib keldik qalamchalarni. Xudo xolasa bu qalamchalarni mana bu chuqurchamizga ekishni boshlaymiz. Qalamchalar qancha bo'lgani buni qo'yganimizga 28-fevral bo'lsa, bugun 19-aprelmi? 50 kunda. 50 kun bo'ldi. Ha? Bo'pbara 50 kun. 50 kun, 1,5 oy ekanda. Ha, 1,5 oy ichiga mana shu oddiy qalamchalarimiz ko'chat holatigacha keldi. 1,5 oy oldin qo'ygan qalamchalarimiz mana 1 yillik ko'chat holatiga keldi, ishladi. Endi buni mana
hozir nimaga pushtaga pushtaga tortib chiqamizda. Kuzgacha bu xudo xolasa 2 yillik ko'chatda bo'ladi. Nasib bo'lsa. Keyin biz buni olib Mardon bobo bog' qilmoqchi ekanlar, avatari bog'. O'zlaridan qalamchadan o'zlari ko'chat qilib qilamiz. Sizlar ham bog' qilmoqchi bo'lsalaringiz, qimmatga ko'chat sotib olguncha o'zlaringiz ishonchli joydan qalamchasini olinglar. Mana shunday usulga o'zlaringiz ko'chat qilib ko'chat qilishlarini tavsiya qilamiz. Bu ham ishonchli, ham arzon tushadi. Shunami Mardon bobo? Shunday. Bozorga 25-28 bo'lsa, arzon tushadi. Zato bu xotirjamsiz, ishonchli kim? Qo'lingizdan o'tadi. Shunday. Nima ko'rib turasiz? Shunday. Bo'lmasa boshladik. Qo'yib chiqaymi? Hozir ana shuni ana moshdim men bu. Buni qanday qo'yiladi? Ana shuni hozir har 15 santimetrga qo'yib chiqaramiz. 15 santimetr ana shunday bo'ladi. Bir tarafga qo'yamiz, shu tarafga qo'yib chiqamiz. Ana. Muntagami? Muntagami. Hammasini. Yo, nima qanday qo'yib to'g'ri qo'yamanmi? Yo, ko'ringchi. Tomir taraf pastga bo'ladi. Tomir pastga. Shundayda. Endi mana 1 yillik ko'chatda mana arra qilgan joylarimizdan hammasidan kalit tushib ko'rgan mana. Arra qilgan joylarimizdan kalit tushib ko'rgan. Har 15 santimetrga endi rostachasiga ildiz pastga, ko'krak tarafi tepaga qilib qo'yib ketaveramiz. Endi buni ko'm chiqamiz. Mana shunday qilib Mardon bobo. Bitta ko'z qo'ygancha, bitta ko'z qo'yguncha ko'm chiqiladi, tamom. Ana bu yerdan ariq bo'ladi, bu yerdan ariqcha bo'ladi. Suv yurayotgan joyda. Suv yuradi. Shu. Yerdan o'tib chiqaman. Qilaman-ku. Bunisini men o'rgatib bilmayganim. Qo'ldan kelmaygan. Hamma qilaman. Hamma bilgancha joygacha kelayotgan biz. Men qo'yay. Maqsad shu, ana shu yerdan suv yurayotgan bo'lsin-da. Bitta ikkita ko'z qolish kerak, tepasigacha yopilish kerak. Tamam. Faqat ehtiyot bo'lish kerak-da. Teskari chiqmasin qalamchi. Mardon bobo. Hozir u yoqqa aytdingiz-ku? Nima dedingiz? Bu oftob urmaydimi dedingiz? Oftob urmaydi dedim. Ana oftob. O'zimiz tuproq bor-ku, tuproq. Tuproq tabiiy-da bu tuproq ona zamin. Uni tagiga o'zi himoya qiladi. Tuproq tagiga qo'ydik-ku. Tuproqimiz himoya qiladi endi qalamchamizni. Mana hozir quyosh bormi? Yo'q, ber quyosh yo'q. Quyosh yo'q paytga rejalashtirdik shuni. Moslab rejalashtirdik. Mana shuni oftob bo'libdimi o'zi? Yo'q, soya. Soya? Yo'q, u zaman kelgan paytingizga quyosh bor edi. Shuni shu uchun savol berdim-da men. Quyosh ko'tarib quritmaydimi, ta'sir qilmaydimi degan ma'noga aytdim. Shunday. Mana shu qalamchalarimiz quyosh urmaydimi deb savol berdingiz-da. Buni hozir quyosh yo'q kunga rejalashtirdik. Mana shu oq tomirchani quyosh 20 minut tursa quyosh quritib tashlaydi. Chunki murg'akchada bu. Quyosh yo'q kunga rejalashtirib, sirazi tuproq tagiga tiqdik, tuproqda o'zi buni himoya qiladi, zashta qiladi-da. Sirazi bugun o'ziga buni nima qilasiz? Suv qo'yaverasiz. Suv qo'yamiz, zo'r bo'ladi, ha? Keyin yana savollar bo'ladi-da. Bu hozir aprelni 19-20si maygacha qalamcha qursa bo'ladimi, ko'chatni qurib bo'lmaydi-ku deyiladi. Hozir tomirchamiz bor. Mana bu yoqdan yana kalit chiqarib turibdi. Mana kameraga ko'rinsa, mana bu yerlarda yana kalit chiqarib tayyor turibdi. Mana kurtaklarimiz dashi mana. Yaxshi ko'rinibdi mana shu. Mana tepadagilarni olib ko'rsatmaymiz. Ana tushunayko'llar tushunadi mana. Tushunayko'llar tushunadi. Kurtaklar mana chiqmagan. Hozir buni tepasidagi ikkita kurtakgacha yerda tagiga tuproq tagiga ko'mamiz. Mana shu chiqib turadi. Ikkita narsa. Ikkita narsa chiqib turadi. Imkon qadar bunisidan samonmi, o'sha eski o'tadan ozgina tashab qo'ysangiz ham juda zo'r bo'ladi. O'tdan rasamamla chiqib keladi. Agar nomadkorga bu ikkitasini agar o't tashamasangiz ham, ikkitasini quyosh ursa ham, mabodo ursa, mana bu uchinchisi bor-ku, tuproq tagidan chiqib keladi. Shu uchun ikkitasi ko'miladi. Ikkitasi ko'milishini yana bitta sababi, ikkitasi pastga ko'miladi. Bor tuproqni tagiga tegib turgan joyi bor-ku, mana bu yerdan ham ildizlab ketadi. Ildizlab ketadi. Bor mana shu yerdagi kurtaklar, ildizlar mana shu bitta ikkita kurtakni boqish uchun xizmat qiladi. Agar buni bir xilla ildizi bor-ku deb
teng yarmidan Kesib. yo'q, teng yarmigacha ko'madi. Yo'q, o'tib qoladi quyosh. Bu ikkita kurtak, ikkita tomir joyi mana bu yoqdagi 4 ta kurtakka yetkazib berilmaydi. Yetkazib berilmaydi. Shirasini Yetkazib berilmaydi. tushunarli. Hozir keyingi videolarga xudo xolasa ko'chat qurishda yana boshqa sirlarni ochib boramiz. Hozir oching borsa. Hozir bu videomiz shu nimaga mos edi, chunki bizani vaqtimiz chegaralangan. Yana nima deymiz? Keyingi videolarga xudo xolasa boshqa ko'chatlarni, mana uzum ko'chatlarini har xil mavsumga ekish sirlari bor. Misol uchun oktyabr oyidan mart oyigacha ekilayotgan ko'chat sirlari bor. Uje apreldan ko'chatni ekish tartibi o'zgaradi, qoidasi bor. Mayda qoidasi boshqacha. Iyunniki boshqacha, saratonga qurilgani butunlay boshqacha bo'ladi. Qursa bo'ladimi? Bo'ladi. Saratonga ham ko'chat ekib qursa bo'ladi. Uni sirlarini batasida keladi. Keyingi videolarga xudo xolasa bizning kanalni kuzatib borsangiz, nasib etsa. siz ham kuzatib borsangiz, keyingi videolarga o'sha ko'chat qurish bo'ladimi? Uzumchilik sirlarini hammasini. Chunki bizning kanalimiz zoti ham uzum mavzusi, uzumdan boshqa narsa bo'lmaydi, boshqa mavzular bo'lmaydi, faqat uzum. Maqsadimiz uzumchilar boy yashasin, uzumdan million daromad ko'rsin. Shu. Siz ham uzumdan ana shu million daromad. Ro'zg'orga yetkazib, bitkazsak, boy bilamiz nasib etsa. Albatta. Ta'minlasak yo'qsa bozorga. Albatta. Bo'lmasa, sizga katta rahmat. Keling choy, bitta kofe choy qilamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Xursandmisiz? Xursandman. Mana bu yoqdan davom ettiraylik. Davom ettiraylik. 1,5 oyda ichiga men oddiy qalamchamiz ko'chatga aylanadi. 1 yillik ko'chat deb. Kim tomosha qiladigan bo'lsa, bepul kelib tomosha qilsin, marhamat. Mana marhamat. Keyingi videolarga kelolmayotganlar uchun o'zimiz ko'karganlarning hammasini natijalarni qo'yib beramiz. Hozirki bundan keyin suvni ochamiz, tamom. Suvni. Sug'ordik.